Assalom. Kitap o'qish munbiriga xush keldingiz. Hozir Xalida Isroilning Kashmish nomli romanini o'qishni davomlashtiramiz. Amgikimizga hurmat qiling. Munbirimizdagi asarlarni ruxsatsiz ko'chirib tarqatmang. Albatta, munbirimiz nomida ham bahrlab, texmi ko'p qarindoshlarning bu nodir asarlardan bahramand bo'lishiga yordamda bo'lsangiz, rahmatimiz oldin bo'lsin. Rahmat sizga. Xo'sh, oldin qitimliq anglashimizda to'g'raqliqlarning yerga erishgandan keyingi xoshalliqlarning uzunga bormaganligini bildik. 1956-yili to'g'raqliqda kooperatsiyalashish amaliyashga boshlaydi. Bechora dehqonlar noiloj bu kooperatsiyaga ovoz qo'shishga majbur bo'ladi. Ammo o'z yerlarini o'z termoqchi bo'lganlarmi chiqadi. Lekin ular nahiya suv ombiriga ishqa avatilib, noitli ig'ir, japoliq kunlarni o'tkazadi. Zaynab qo'shkezak o'g'il tug'di. Qiziga Zumrat, o'g'liga Rozaxun deb ism qo'ydi. Xo'sh, roman davomlashtiraylik. 12-bob. Ikkinchi oy kirib, bahorning illiq nafsi urilishga boshladi. To'g'raqliq zaminining uyg'onishiga ergishib, kishilar orasida bir ansizlik, bo'linish paydo bo'lishga boshlagan edi. Ibrohim Gijingning navr inisi Osman, Husayn Molla, o'ttira dehqon Sidiq Axun, egiz bo'y, ot yuz, achchig'i kelsa ko'ziga hech nima ko'rinmaydigan Tilavoldi Axun qatorliqlar masjid oldiga. Kooperativning kotibi Hemtaxun, Soliq babkarning navrisi Abdug'ani Axun, Vilaxunlarga yilliqchi bo'lgan Bahra Axun, Tashaxun, Yusuf Axunga o'xshash namrod yilliqchi o'rtaqchilarning bolalari, bu xilchixon mudirning kuyog'ilari, yangi maktabda o'qib savodni chiqargan bir necha yosh yigit kooperativ ishxonasi joylashgan Vilaxun boylarning oilasiga yig'iladi. Ularning suhbatiga ba'zida Namat Shonjon bilan yuqoridan kelgan xodirlar qatnashadi. Bularning chiroyi, yurish turishidan noiti zo'r ishonch ham qizg'inlik, hech nimadan yanmaydigan o'tga o'xshash to'sqinsiz kuch bilinadi. Ular yuqori ovozda qizg'in paranglashadi. Anglag'anlarni bir-biriga yetkazishadi. Kooperativga qarshi qaloq aksiyatchi kuchlarning suiqasdiga qandoq zarba berish, o'ttirda ishkilinib turgan ommaga qandoq xizmat ishlash to'g'riliq bas munozir qilishadi. Ularning ko'pinchisi sodda his tuyg'usi bilan kompartiyaning o'zlarining haqiqiy nijotchisi ekanligiga, kompartiya rahbarlik qilayotgan kooperatsiyalashish harakatining to'g'riligiga qat'iy ishonadi va bu yo'lda jonlarini pido qilishga tayyor edi. Kompartiyaning kuch-qudratiga qoyil bo'lib, uningga ergishib mansila har qanday murod maqsadiga yetalaydiganligini ko'rib yetgan sezgir odamlarmi yo'q emas edi. Ular o'zlari ayrim qolganda, mollalarning og'zidan anglagan zaman oxir bo'lganda kun chiqish tarafdan kelgan soni noiti ko'p bir qavmning jahonni so'raydiganligi to'g'risidagi rivoyatlarni so'zishib, "Ashu qavm mana mushu xanzular emasmi? Ularning kuch-qudrati nima degan zo'r ha? Ular bilan qarshilashish tuxumni toshga urganlik bo'lmaydimi?" deyishadi. Ularning qarshi tarbiyadegilar avloddan avlodga jahondan ayrilgan bu chat yurtda xolisi mol beqib, xolisi yer terib, bir Allohga sig'inib, o'zi bilgancha yashab kelgan kishilar edi. Azaldan hech kim, hatto bu yurtni barpo qilganlarmi, bu yurtni so'rg'anlarmi ularning o'z oldiga ish qilishiga aralashmagan. Kompartiyaga ularga yomon qilmadi, biroq ota-bobolarning tutgan yo'lidan chatlab, umrida anglab baxmagan kooperatsiyaga kirib, o'pchi yer terib, jon beqishni ular qandoqmi tasavvuriga sig'dira olsin. Biz dehqonmi emasmi?
uy tuviqchilik yeri, noğuchilik suyu bo'lmagan dehqonmi dehqon bo'lamdi. Ko'pchilikning narsasi deganning egisi bo'lamdi. Egisi yo'q narsaning qadri bo'lamdi. Elipning sunuqini bilmaydigan allaqandaq nazariya, izim, pizimlardan o'z tajribasini afzal biladigan bu odamlar shundoq deb qo'lg'il qilishadi. Qisqasi 1957 yilning bosh bahorida kooperatsiyalashish masalasi dehqonlar yavatgan g'izolarni qo'yib turib g'ulg'ula qilishadigan muhim masala bo'lib qolgan edi. Bu yilqi No'ruzmi kishilarning esidan ko'tarilib ketgandek. Etis beshiga doshqazon esib, kuchi esh etish, egiz daraxtlarga ilongo'sh selish, so'rin tuzib chelishishmi hech kimning esiga kelmagandek edi. Teptinch o'tgan No'ruzdan keyin etisga chiqqan dehqonlar xuddi masatlashib olgandek o'z yerlarini qirlab terishning tayyorligiga kirishib ketdi. Kooperativ otxonasiga qaraydigan Elim Axunning to'sqiniga qaramay, 3-atrofdagi Osmon bilan 1-atrofdagi bir necha dehqon otlarni yetilab elib chiqib ketishdi. Orqadalla 3-atrofdan bir to'p odam kelib, eg'ildagi uylarini yetilab mangdi. Ot uloq bilan yem bo'g'iz bo'lmasa bo'lmaydi-da. Ular uylardan ara gurjak tog'arlarini, eshak harbilarini elib kelib, oldingi yili kuzda o'pcha yiqqan saman, yam-xashak, shox-shumbularni uylarga to'shig'ildi turdi. Namrat yilliqchining o'g'li Yusuf qo'liga kaltak ilib kooperatsiyani buzmoqchi bo'lganlarning oldini to'sdi. Yam-xashak bilan uloqlar kooperativni kim joyi qo'yib qo'ymaydi ekan, menisining qitig'ini chiqarib etaman. O'ttappa, yalon to'sh. Kooperatsiyada nimang bor edi sening? Bunchalar yo'g'on so'zlaydigan. Yo'lni bo'shat. Bo'lmasa, o'zining mengisi cho'g'ilib ketadi hali. Qaranglar, buning haddidan eshib ketganini. Burnining bezni ilib qo'yadigan nima ekan bu? Hey Yusuf, to'lib putlashmay, manqani etib kelay yugur. Her qaysınga putlashqan, qandaq qila olaytding? Bu degan kooperativning mulki. Hech qandaq odamning kooperativning bir tal sominini elishga yo'l qo'ymayman. Jinimni chiqib qo'ydim. Qani, kelisha. Topning oldida turganlar Yusufning alpozidan qo'rqib, ilgirli olmay turib qoldi. Orqadagilar bostirib kelib, Yusufni dug'jitib etdi. Egiz boy bir dehqon uning qo'liga esilib, uning bilan pomdalishib ketdi. Atrofda turganlar Yusufning futtur kelgan yeriga tepkili turdi. Egiz boyliq odam uni ostiga besilib, toza urdi. Bir necha odam Yusuf tiqib qo'ygan shotini nadin turib tepib kelib, o'zidagi shoxshumba, yam bo'g'izlarni o'yliga tashlag'ili turdi. Yana bir necha elam Katmanning cho'ldasi bilan Eğilning qo'lipini chiqayotganda yosh omborchi yigit Katman ora badonlarni ko'targan Bahraxun, Tashaxun qatorliq aktivlarni boshlab kelib qoldi. Ular futtur kelganni urib yiqitib, o'zidagi ikki odamni so'rab tushdi. Angacha o'yladi turganlarmi, yiqilib yotganlarmi, olli to'g'ri ko'tirishib, taloq qarab qochdi. Aktivlar egiz boyliq odam bilan o'gizidan tortib tushgan ikki odamni bo'ldi degicha urib, eshak harvisiga selib, ikki ayolning hamrohligida uylarga avatib etdi. Ish shuning bilan besiqqandek bo'ldi. Birdamdala kashkirib qorong'i tushdi. Yuz ko'zlari ko'kirib ishib chiqqan Yusuf ishning oyoqlashmaganligini biladi. O tomni tutib, oqsab mang'inicha sirtqa chiqib atrofni kuzatdi. Cho'ng darvozani dam silib taqab, o'yliga ikki kuzatchi qo'ydi. Qolganlar uyda uchoq oldida xeyligicha paranglashib o'ltirishdi. Tong saharda sharq taraf xira-shira yo'rib,
Жырақ yaqındaki xorazlar bəs-bəsdə çıllashqa başlaganda, başlanğıç məktəbni yaqında bütközgən Savut isimlik uzun paçaq jigit ishikni pəm bilan içib sirtqa chiqdi. O tamğa yölünüp turib ətrafqa qarab, adam qarısını görməgəndən keyin jarandək tez-tez menib toğraqlıq arasıga kirib ketdi. Uzaq ötmay onun inchki bo'yi ağçı döngdə bir görünüp g'oyib bo'ldi da, keyin qumliq o'ttirsidagi oqirib ko'rindigan harbi yo'lida yana paydo bo'ldi. Jıraqdan qaraganda egiz, inchki bo'y, yo'g'on tomoq kiyib olgan Savut xuddi yoz kunlari qo'mishliqda paydo bo'lib qoladigan dehqonlar uzun pachoq deb ataydigan qushqa o'xshaydi. Uzun pachoq Savut ayni yillardagi aka-uka shotirlarning avlodi edi. Tushga yaqin yerdan ungandakla paydo bo'lib 40-50 odam atraf o'ylasi oldida to'plashdi. Hammasining qo'lida katman, o'rg'oq, palti pichoq, dumba degandek narsalar bor edi. Ular o'yla ishkini buzg'ila turganda, aktivlardan bir nechasi tomdan otlab qochib ketishdi. Qolganlari o'g'ziga chiqib elishdi. Ular qo'llariga bodra elib, bodraning uchiga o'rg'oq yoki pichoq bekitib, qini kelisha, erkak bo'lsang kel, jangga yarsang kel, deb hujumchilarga hayva qilib turdi. O'yliga besib kirganlar tam tuviga yaqin kelishdan qo'rqib, bir joyga to'plashib, xeyli uzoq turishdi. Devidek qomatlik tashaxunning o'zila ularni vahimaga selib qo'ygan edi. Uning ustiga mundaq turaverishmi ish emas edi. Etiz eriqda, uylarda ularni nurg'un ishlar kutib turardi. Ba'zilari birdan ikkidan g'ippada ketib qolishdi. Namozshamga yaqinlashganda atrofda birmi odam qolmadi. O'g'zidagilar tushib, o'choqqa o't qalab, g'izo etib, yeb qo'rsoqlarini to'qlashdi. Atsatiganda atraf ishxonasi oldiga yana bir turkum odam yig'ildi. Ular oldingi kundagidan ozroq bo'lsa-mu, payl yomon edi. Dumba paltlarini shiltib, Kompartiya erkinlikimizni qo'limizga bergan. Har qaysimining bizni to'sidiganga hadding emas. Qonga qon, jonga jon. Odam urg'uchilarning xamirni yarimiz. Nochi bo'lsang, xotin kishidek o'g'ziga mukib olmay, maydonga tushmamsan. deb varqilishatdi. O'g'zidagilarmi tig'mi-tig' turib pastkilarni Pomishchik, aksiyatchilarning g'olchilari, sotsializmning dushmanlari qarab turish. Har qaysang jo'jongni yemay qolmaysan, deb tilashadi. Hujumchilar nadandir tepib kelgan shoti bilan o'g'ziga chiqmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, chiqa olmadi. O'g'ziga birdan tosh, kesakmi etib beqishdi. Oxir yana tillab qazo bo'lgan namozlarni o'qib elish, ussi o'tib ketayotgan yerlarni terib elish uchun ketib qolishdi. Yo'lda ularga Yusufning qaynotasi uchrab qoldi. U mahallaning chetidagi jangalda qo'y beqib yolg'iz yashaydigan odam edi. U tonish bilishlariga kulib salom qildi. Ularning salomini ilik olmaganligiga hayron bo'lib, "Hey haq, nima bo'ldinglar har qaysinglarga? Hey haq, nima bo'ldi har qaysingga? Yo men bir nima qildimmi? Nimishqa salomimni ilik elishmaysan?" deb to'ldi. Ish shuning bilan buzildi. Ochiqini kimdan elishni bilmay turgan kishilar, "Ha, mana, mushundaq bo'ldi" deyishib, uni eshakdan yiqitib, bir nechini silib, uyan-buyan dushkanligiga turdi. Qo'ychi bovay ularning so'z harakatlaridan ishning chataqligini pamladi-da, qiziqchilik qilib, "Hoy, balalar, nim bo'ldinglar? Sarang bo'lib qoldinglarmi? Shamoldarib qolmaganda yana?" deb kuldi. Chapinining to'pisini qoqqan bo'lib, o'zini elib qechib, "Men ketib olayjimi? Kichik vaqtimda bir sarang meni qo'g'lab urib ketgan. Qo'rqib ketganimdan og'zi burnimga qo'rqoq chiqib, 3 oy yotqandim.
Şuningdan tortib oldimga bir yugurib kelsa, yo ulligiroq gap qilsa, qo'rqaman. Men ketib olay juma fikrlarim, ketib olay. Degenicha eshikini tutib menib, o'zini qo'rshib olganlarning orasidan chiqib ketib qoldi. Uzun parçaq Savut yo'lga chiqib ketib, 3 kundan keyin rayondan harbiy va saqchilarni boshlab keldi. Rayonda yig'inga qatnashib atgan Na'mat bilan Abdug'ani Axunmu ular bilan birga qaytib kelgan edi. Harbiylar kelibla aktivlarni yig'ib kechalab majlis ochdi. Aktivlar to'g'riqlikda yaqindan buyon yuz bergan ishlarni, kimlarning kooperatsiyani chin ko'nglidan himoya qiladiganligi, kimlar xalqni quturtib kooperatsiyani chulmoqchi bo'lganligini bir-birlab doklad qilishdi. Әтсіден тартып, қаршы тарапдагылар 2-3 тун gayida to'plashib kelib, o'zlarining kooperatsiyaga kirmaslikdagi bahona sabablarini so'zlab, yer, chorva, yem xashaklarini qaytarib berishni talab qildi. Harbiylar ularni ochiq chiroy bilan kutib olib, oldiga ko'rishkada qaynoq suv quyib berib, so'zlarini astoydil angladi. Bekor bo'lib qolgan chaqlarda mahalla sirtidagi uchuqchilikqa mashqa dastashni, qarg'a etishni mashq qildi. Yoki dehqonlarning uylariga berib, suv to'shib, o'yli aramlarni supurib, yig'illardan qig'i chiqarishib bergach, ularga kooperatsiyalashishning afzalligini tashviq qildi. Ular qarg'a etishni mashq qilib atganda, dehqonlar bir chetga o'lishib olib qarab turishyapti. "Avo mergan ekan. Mav atalmaydi ekan" deyishib, ularga baho berishyapti. Bir necha kunga qolmay kooperatsiyadan chiqib ketmoqchi bo'lib yurgan bir qism kishilar niyatidan yenib, aktiv dehqonlarga agishib, o'pchi amgakka qatnashib ketdi. Ishkilinib qolgan kishilarmi jadalxo'rlardan o'zini tortib yuradigan bo'lib qolishdi. Oxir harbiy saqchilar va rayon boshliqlarining qatnashishi bilan ichilgan cho'ng yig'inda kooperatsiyadan chiqib ketimiz deydigan bir odam chiqmadi. Hatto eng johillarimi ko'p gap qilishga betinolmay ichiga tinib o'ltirib qolishdi. Shunda qilib to'g'riqlikda oliy kooperativ rasmiy qurildi. Na'mat kooperativ mudiri bo'ldi. Yusuf bilan Abdug'ani Axun muavin mudir, Himtaxun katib, uzun parçaq Savut pochtikash ham aloqachi bo'ldi. Kooperativ qurilganligini tabriklash uchun Nahidin kelgan artistlar to'g'riqlikda 2 oqshom o'yin qo'ydi. Orqadan rayonning kinochisi Sovet ittifoqida ishlangan Chapayev nomli kinoni to'g'riqlikka ilib keldi. Kino qo'yildigan oqshimi dehqonlar Yumaloq bozoriga boldurla yig'ilib elishdi. Ular burutliq kinochi Ashliq punktining temaga tortib qo'ygan oqlatiga va uning ichidan har xil qiziqchiliklar chiqadigan sehrli mashinasiga ajablanib qarashadi. Kino boshlanishi bilanla kishilarni jalb qilib oldi. Bu ko'p qism to'g'riqliklar ko'rgan tunji haqiqiy kino edi. Ular ilgari ko'rgan paxta terayotgan qirqinchash ayollar, binolar, zavodlar chiqadigan kinolarga o'xshamaydi. Yo'g'on o'tdik, quloqcha, juva kiygan, miltiq asqan odamlar u yondan bu yoqqa mang'atdi. Qo'pol ovozda varqirishib so'zlashyapti. Aroq ichib naqsh aytishyapti. Usul o'ynashyapti. Dehqonlar bu ko'rinishlarga qarab to'xtamay kulishyapti. Kinodagi voqelik borgan sari jiddiylashib, qonliq jang maydoni ko'rindi. Otliq askarlar chepib ketayotganda mökünüp yatgan düşmanlar o'q etib, ularni otlardan do'miltib etdi. Har qitim bir askar yoki ot yiqilsa, kino ko'rayotganlar "Atla, ajab yiqildi ha? Voy isit, ajab esli ot ekan, mening bo'lib qolsa shu" deyishib ketadi. Ayollarmi chidmay "Voy anam, qanday qilay?" deb boshlarini purkirishib oladi. Purkib elishadi. Otlarning ichidagi burutliq, ochig'i hammadan yomon kelgini nimalarnidir deb varqirab,
qilichini egiz ko'tarib, etini düşman tarafga qarab chaptirdi. Qalğanlar onunğa əgişib, varqırışıb, qilichlarini egiz ko'tarib alğa atlandı. Ekranның aldı tərəfidən qaraganda, atlıqlar xuddi kino görüb o'tirganlarning baş üstüge chepib kelib atqanda ko'rinatdi. Aldıda o'tirganlar vahimga tushib qoldi. Ko'rinish texmi cho'nguyib, tez chepib atgan otlarning putlari ekrandan chiqib kelib atgandek tuyuldi. Yuraksizroq biri "Xaloyiq, qichinglar!" deb varqiradi. Hamma odam go'yo shu gapni kutib turib o'tirgandek oldi kayniga qarmay patraqlashib ketishdi. Keçib xeyli yerga borganda kaynlarga qarashib, orqasidan hech kim qo'g'lab kelmaganligini ko'rib, birdan ikkidan o'rinlariga qaytib kelishdi. Kino oda 7 oqshom qo'yildi. Har oqshimi yumaloq bozorga odam patmay qoladi. Odamlar daraxtlarga, masjidning uylarning o'g'izlariga chiqib elishadi. Bir oqshimi odam ko'p chiqib olgan bir uy guldirg'alab qilib o'rilib, kino ko'rib atganlarni chang to'zonga purkidi. Yiqilib tushganlar, yaralanganlarmi chang to'zon orasidan o'milab qo'pib kinoni oxirigacha ko'rishdi. To'g'raqliqlar kinodagi odam va ishlarni, o'zlarining kinodagi otliqlardan qo'rqib qandoq qaçqanlarini, kino ko'rimiz deb o'g'izga chiqib elib, uylarni o'rib atganligini uzoq yillargacha so'zlashib, kulishib yurishdi. Anlayotganınız Halide İsrail'nin Keşmiş namlı romanı. Kitap o'qish munbiri tayyorladi. 13-bab. Oltingul, zilva bo'y, oq seriq, sizib qo'ygandek qoshlari ostidagi yeshilga moyil cho'ng-cho'ng ko'zlarini uzun agmash kirpiklari o'rab turadigan, qansharliq kelgan cho'qan edi. Gap qilganda, bo'libmi kulganda, og'zining sal yo'g'onligi bilan ikki tarafida ko'rinib turadigan o'g'ri tishi chiroyini bilinmas buzib turadiganligini hisobga olmaganda, xeyli chiroyliqlardan hisoblanadi. Bo'libmi ko'zlarini o'yintib, naz karashmi bilan to'lg'inib gap qilishlari uning sehriy kuchini oshirib turadi. Anasi bu xil chiqqan kichigidan tortibla uningga o'tinchidek gus-gus desab mangmay, qadamni kichik elib badaningni o'yintibman, kulganda qo'lingning dumbisi bilan og'zingni to'sib ol deb o'rgatadi. O anasının ögətganlarini esida mahkam saqlab, hamma jihatda anasının kutgan yerdan chiqdi. Bo'libmi to'y ishida anasini bak rozi qildi. Biroq Oltingul to'y oqshimila o'zining baxt va muhabbatdan umr-voyat mahrum bo'lganligini tushunib yetdi. Na'mat xo'rak tortib uyquga ketganda, u unini chiqarmay ichidan bo'g'ilib yig'ladi. O kunduzi chiroyliq yasinib, chondirmay kulib yuradi. Ammo kecha uning uchun do'zax edi. Na'matning qizg'uch, purlishib ketgan soqolsiz chiroyi, do'ng peshonasi ostidan kishiga begizdek qaraydigan chunqur ko'zlari, chin yumilgan qonsiz lablari uni qo'rqitadi. Bo'libmi uning badani hatto kiyim-kechaklardan chiqib turadigan eğilning puruqiga o'xshaydigan bir xil puroq uni saskandiradi. Bu chiroyni ko'rmaslikka, bu puroqdan qechib qutulishga uning amali yo'q edi. O o'zini kundan-kunga solib, ruhsizlanib ketayotgandek sezadi. Uning aksicha, onasi kuyovli Na'matni ko'rsa, ichilib, yayrab, yosh cho'qanlardek xuluq chiqarib ketadi. Uning bilan tumshuq tirishib, soatlab ko'suldishib o'tiradi. Bundaq chaqlarda Oltingul Na'matga asli onamning ko'ngli bormidi-ekan deb o'ylab, ko'ngli g'ash bo'ladi. Oltingul bir kuni yumaloq bozordagi do'konga ketib berib, bozordan qaytgan To'xtiqori bilan Zaynabni uchratdi.
Ақ yüzlük, qara qaş, qara көз, qoyuq burutlары өзіге yarışıp тұрған Тоқтықары, heli quchig'idagi qizini erkilatsa, heli Zeynep'ge amraqlıq bilen bir narsalarni deydi. Zeynep qiydigandek qapaqlarını süzetdi-yu, chidi almay yana kulib salatdi. To'xtiqari balani soyi qilib turib, Zeynep'ning quluqiga nimalarnidir deb pichirladi. Zeynep qıpqızıl bo'lib ko'zlarini xomarlashtirib ko'rdi. Shu chaqda oldi tarafdan kelayotgan Oltingulni ko'rib kelib, izo tatdi bo'lg'ay, Romilini o'ngshigan bo'lib yanga qarab oldi. Oltingul tal chiviqdek egilib, To'xtiqariga kulimsirab salom qilib o'tib ketdi. To'xtiqari bilan Zeynep Oltingulni shu hamon asirdan chiqarib etishdi. Lekin Oltingul xeyliga kelgan bu bir jup yosh xotinni xeyli kunlargacha xiyolidan neri qilolmadi. O ahlini bilgudek bo'lgan chaqlardan tartib, cho'ng bo'lganda To'xtiqariga yotliq bo'lishni orzu qiladi. Pakiz, muloyim, mehri issiq bu yigitda to'g'raqliqlarda tepilmaydigan qandoq turib alayliklar bor edi. Özü gerçi anasının rayı boyunca nämetke tekken bolsunmu, To'xtiqarining Zeynep'ni alğanlığını anlaganda pomishchikning qizining hijab tali kepti deb chidamay qolgan edi. Bugungi bu uchrashish uning qalbida ko'milib qolgan o't ushqunlarini biroqla yelinjitib etdi. U o'zining To'xtiqarini unutib ketolmaydiganligini his qildi. Akşamı o bütün vücududan iğil hidi kilip durduğun nämetning yenida ko'zlarini chin yumup yetib, To'xtiqarining qapqara quyuq buruti ostidagi lavlarini, sal masxara qilayotgandek kulimsirab qarashlarini, ochisining to'yida uning bilan beqishib usul o'ynaganligini, anasi va ochilaridan yushirincha Qizilgul shexiga qo'nib turgan bulbulning ko'rinishini kashtilib, atrofiga to'r to'qib tayyorlagan shoy yog'liqini To'xtiqariga berolmay qanchalik avara bo'lganligini ajoyib ishtiyoq va afsuslik ichida o'ylab ketdi. O'ylagancha uyqusi qichib, uyandan bu yonga o'rilib, to'lg'inib, tongning qandoq yo'rib ketganligini sezmay qoldi. Oltingulning yenida yotgan Nämet uning to'xtamay ulug' kichik tinishlari va uyan-buyan o'rilishlarini sezmay qolmadi. O Oltingulni uning o'zini bakrak tushunatdi. Ular bir mahallada cho'ng bo'ldi. Kichik vaqtlardan tortib Oltingul Nämetga nazar ko'zni selib qo'ymaydi. Sal cho'ng bo'lgandimi uningdan qechib yurmaydi. Ammo bechora Nämetning ko'nglida Oltingul bu dunyoga go'yo o'zi uchun yaralgandek bir xil tuyg'u bor edi. Uning o'zini yaratmaydiganligini, Oltingulning onasining uni Vilaxunbayning o'g'illariga soy qilib yurganini bilsa-mu, uni ko'nglidan chiqara olmaydi. Doim yo'llardan, bozordan, etizdan Oltingulning chiroyli bo'ylarini izlaydi. Uning naz karashmilik ovozi, kulkisini quloqlarini dim tutib, butun vujudi bilan anglaydi. Oltingul yenidan o'tib ketib, qo'moq boshtoz ner tura deb ishtirib etsa-mu, uning badallari hayajondan titraydi. O Oltingulning orqasida talmirib yurib, uningmi o'ziga o'xshash oshiq bechora ekanligini, o To'xtiqarining o'tida har qancha kuyib pishsa-mu, To'xtiqarining uningga parvo qilmaydiganligini bilib olgan edi. O ichida xap to'xtab turib, "Aman bir kuni olqiniga tushsam-ku" deb o'ylaydi. Uning qo'moq beshi xilma-xil plan, hiyla mekrlari bilan to'lib ketgan edi. 1950-yillarda to'g'rilikda yuz bergan osmon-zamin o'zgarishlar uning barcha orzu-armonlarini reallikka aylantirdi. O ezilgan, xorlangan Namrat dehqonning vakili sifatida o'tirg'i chiqib, kichkida Vilaxunbayning navrisi bilan chelishib o'ynaganda sunib ketgan qo'lini iyiz ko'tirib, Vilaxunbay va uning o'g'illarining ustidan yig'lab shikoyat qildi. Cho'ng yig'illarda o'tirg'i sakrab chiqib, ovozining boricha shuar to'ldi. Shunda qilib u
to'g'raqliqlar emas, rayon, nahiye bo'yicha hammaga to'nildi. Xizmat atritidikilar uni o'zlari bilan elib yurib, rayon, nahiyelarda ichilgan muhim yig'inlarga qatnashtiradi. Uningga muhim vazifalarni topshiradi. O to'g'raqliqdagi tunji kompartiya a'zosi, to'g'raqliq yesining tunji boshlig'i, to'g'raqliqda qurilgan oliy kooperativning mudiri bo'ldi. O endi to'g'raqliqdagi har bir odamning taqdirini uyan-buyan qila oladigan qudratga ega edi. Xo'sh, bugun mush yergacha o'qib beray. Davomini at anlag'aysiz. Aman bo'lin. Xo'sh.